Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan ekranlarda ko'rib turgan mana bu animatsiyalarni qanday tayyorlaganimni ketma-ketlik bo'yicha o'rgataman. Birinchi qiladigan ishimiz asosiy kompni ochib olamiz. Men buni YT deb nomladim. 4K format 14 sekund. Bunga oq solid tashlaymiz. Yoniga shape'li chizib chiqishimiz kerak. Примерно shunaqa. Pastiga ham deyarli shunaqa. Sal pastroq yoniga duplikat qilib qo'yamiz. Birinchisini sal pastroq qilamiz. Menimcha yetadi. Buni anchor pointini o'rtaga to'g'rilab olamiz. Motion blur yoqamiz. Bunga text kerak. Text ozgina o'zgartirish kiritamiz. Abhamov motion darslik. Voy. Yo'q, yana bittaga ko'paytirar ekanmiz. Bo'ldi. YouTube darslik. Kattalashtiramiz. 185 ga o'rtaga to'g'rilaymiz. Ozgina pastroqga tushirib qo'yamiz. Buni yoniga liniya chizib olishimiz kerak. Strokedan beramiz buni. Ya, xuddi shunaqa. Bo'ldi. Buni ham anchor pointini o'rtaga to'g'rilab olamiz. Motion blur yoqamiz. Botga endi tangachalarni qo'yib chiqish kerak. Tangacha shunga o'xshagan kadrlar yoki-da shape animatsiyalar yoki-da shape'larni o'zi shunga o'xshagan hamma narsani pastiga описаниеga men Google Drive yuklab qo'yganman. Link orqali yuklab olsanglar bo'ladi. Xo'p, endi bizga tangachalar kerak. Tangachalarni mana bu yerda alohida to'g'rilab qo'yganman. O'sha hozir aytganimdek, sizlar yuklab olsanglar bemalol bo'ladi. Bularni kichkinalashtiramiz. 55 50 ga bu yo'q. Bunga blur beramiz. Ko'payib ketib qoldi. Yetadi. Xo'p, bundan oldingisi bu yoq tarafda turadi. Sal kichkinaroq holatda. Xo'p, bundan oldingisi bu yerda turadi. Bunisi 55 ozgina kattaroq holatda. 60 qilsa ham bo'lar ekan. Bu mana bu qovuradi. Mana bu yerda. Buni ham shunaqa to'g'rilab qo'ysa, buni ozgina o'zgartirish kiritamiz. Например, bunaqa. Bo'ldi. Buni orqadagiga ham xuddi shunaqa minus qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Va bu orqadagiga ozgina blur ham berib qo'yamiz. Bo'ldi mana. Buni animatsiyalari bilan tayyor turibdi. Faqat mana buni joylashuvi menga yoqmayapti. Ana. Burada chiroyliroq bo'ldi. Bularni hammasini shugacha belgilab olamiz. Bitta nol ochamiz. Rangini belgilab qo'yamiz. O'laymiz. Bunga position effect keyframeni beramiz. Bitta, ikkita, uchta. Bitta, ikkita. Da. Qaranglar, sizlar ko'rgan videolardan bu sal farqliroq bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki men buni detalli o'rgatadigan bo'lsam,
juda ham ko'p vaqt ketib qoladi. 1,5 soat, 2 soat bo'lib ketib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun men sizlarga buni qisqa lo'nda tushuntirib berishga harakat qilaman. Buni keyingi motionini qilib olamiz. Hozir elementlar qo'yishimiz kerak. Bu elementlarni ham sizlar bemalol olsanglar bo'ladi Google Drive dan. Voy, buni yoqamiz. Buni o'zini o'ziga beramiz. PowerPointni oldiga borib qo'yamiz. Bunda ham xuddi shunday kattalashtiramiz. 250 ga, yo, katta bo'lib ketdi. 200 ga. Buni ozgina pastroq tushirib qo'yamiz. Buni rangini o'zgartirishimiz kerak. Fill, Ctrl S, Ctrl V. Botdan rangini chopamiz. Hop. Hoppa mana. Bu yerga ham bitta element kerak. Xo'p, bu yerga ham elementimiz bor. Yo'q emas. Bunga 3 ton beramiz. Rangini o'zgartiramiz. Oldiga borib qo'yamiz. Ozgina 200 ga kattalashtiramiz. Juda ham katta bo'lib ketdi. 150 yaxshi ekan. Bo'ldi. Buni ozgina tepaga chiqarib qo'yamiz. Yo'q. Pastroq ekan. Bularning rangi purple bo'ladi. O'rtaga tekst yozish kerak. Nima tekst yozsak bo'ladi? Mohir motion offline darslik deb yozamiz. Mohir motion offline darslik bo'ldi. To'g'rilab qo'yamiz. Pastiga shape berishimiz kerak. Shape'imiz ham temnisini bo'ladi. Uzunroq. Menimcha yetadi. O'rtaga ozgina tushiramiz. Bu yoqqa mana cheki bo'ldi. Endi bularni bu boshidagi bilan bu boshidagini animatsiyasini sal to'g'rilab qo'yish kerak. Bu yerga mana buni animatsiyasini berishimiz kerak. Mana bu ikkitani. Bunga sal noodatiroq yondashamiz. Buni bilishingiz mumkin, ba'zilar bilmasligi mumkin. Trim pass yoki boshqa narsalarni bergandan ko'ra shu ancha tezroq bo'ladi. Agar faqat to'g'ri liniya bo'lsa. Bitta 3 ta. Atqamu shunga bunaqa berib qo'yamiz, mana shu yetadi. Motion YouTube darslik. Bu mohir offline darslik. Hamma yoq darslik. Hamma mayli. Ulab turib kattalashtirib olamiz. Ozgina o'rtaga to'g'rilaymiz. Kichkinalashtiramiz. Bularni uzib qo'yamiz. Anchor point to'g'rilaymiz. Offline bunday bo'ladi. Bu sal boshqacharoq shriftda chiqish kerak. Shrift tanlaymiz. Xo'p. Menga nimagadir mana shu yoqyapti, lekin sal neftimi bo'lib qolar ekan. Mashina eplasa bo'ladi.
250 duplikat qilib bundoq berib yuboramiz. Korpoyni to'g'rilaymiz. Bunga ham şey berishimiz kerak. Mana bu yerdan shundoq chopamiz. O'zi aniq shumidi? Da. Buni chopamiz. Ikkita, uchta. Yo'q, ikkita bo'la qolsin. Buni ozgina ko'paytiramiz. Hop, mana. Buni o'rtasiga strok berishimiz kerak. Buni ozgina 12 qilamiz. O'rtalarga tortamiz. Menimcha yo'q, sal uzun bo'lib ketdi. Endi kalta bo'lib ketdi. Bo'ldi. Mana shu norm. Sal buyora. Hoppa, mana. Deyarli ko'rinishimiz tayyor bo'ldi. Endi buni animatsiyasini qilsak bo'ldi. Buni animatsiyasi bunda mana bu chiqib tura qolsin hozirchalik. Skoro variant bo'lib, buni pastdan chiqarib yuboramiz. Bitta. Bu position beriladi bunga. Undan oldin mana bu shape'ni animatsiyasini berib olishim kerak. Ikkita. Hozirchalik qilmay turaylik buni. Keyframeni. Buni bunga position beramiz. To'g'rilaymiz. Animation beramiz. Примерно mana shunday. Animatsiyasini to'g'rilaymiz. Buni duplikat qilamiz. Bu yo'lga o'tgan payti bu kesiladi. Bu esa bundoq keladi. Voy. To'g'rilan. Hoppa mana. Mana buni endi o'zgartirib qo'yishim kerak. Buni shriftini nima qilamiz edi? Zo'r yo'li. Bundoq qilib qo'yamiz. Ya. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Mana shu yaxshi ekan. Ozgina ko'payib ketib qoldi. Offline darslik mana. Buni oddiy opacity bilan yondirib turaylik. Bunga mana buni berib yuboramiz. Voy. Nimaga qaytib ketyapti bu? Nimaga qaytib ketyapti? Bu bo'lib qopti. Zo'r yo'li bor. Bundoq qilamiz. O'chiramiz. Text yozamiz. Use xuddi mana shuni boshqatdan berib yuboramiz. Avtori shunaqa nimagadir bagi bor, menga yoqmaydi boru. Mana shunaqa baglar bo'lib qolaveradi. Mayli, nima ham deymiz. Purple. Hop, offline darslik. Mog'ir motion. Voy, mana buni
Ha, okey. 1, 2, 3, 4, 5. Mog'or motion offline. To'xtanglar. Bunga ozgina ishlov beramiz. Yondan kirib kelsin. Voy. Ozgina ko'payib ketibdi. Hop, mana jodki. Yaxshi. O'sish bor. Buni faqat salbiy yo'ridan olib kelamiz. Sal jo'skroq bo'lib qoldi. To'g'rilaymiz. Aha. Ozgina ko'payib ketib qoldi. Voy. O. Nimadir qildim o'zimcha. Hop, ana. Hop, ana bo'ldi. Buni pastdan chiqarib olishimiz kerak. 1, 2, 3. Faqat bu yerdagi mana bu yerdagi bitta elementlar ozgina kechroq chiqadi. Bu va bu. Bittadan keyin o'tish kerak. Bitta, 2, 3, 4, 5. Bo'ldi. Bunga endi bunaqa yondashamiz. Bunga ham 0 beramiz. Bu yerga hammasini bunga ulab qo'yamiz. Bunga scale beramizmi deb turibman hozir. Давайте bitta scale berib ko'raylik. Agar tushmay qolsa, uzrli position berib yuboramiz. 85larga. Yo'q, ozgina qo'yib ketib Yo'kida naоборот. 115. Yedimikin degan savol qiynayapti meni. Buni yo'masam keyinga surib turamiz edi. Voy. Mana. Pozitsiyani o'zim berib turamiz. To'g'rimi? Mayli. Boshda qanday qilgan bo'lsak, shunday qilib turaylik. 1, 2, 3. Burga bitta yetadi. Mana. Mog'or motion offline darslik. Buni ham purple qilib qo'yamiz. Bundan keyingisiga ustidan metro o'tib ketish kerak. Metro ham bor bizda. Metroni scale'ini 1000 qilamiz. Bunga optical bunaqa effekt beramiz. 125 qilamiz. Triton beramiz. Bundoq qilamiz. Ozgina ochroq qilib qo'yamiz va shunga moslaymiz. Mana shu yerda o'sha o'tib ketish kerak. Mana. Mog'or motion offline darslik vup o'tadi. Bu yerda yana notlar chiqish kerak. Bu yerda bunaqa not qo'shamiz. Triton. Yo'q, bundoq qilamiz. Buni oq qilamiz. Yana bitta triton beramiz. Rangini copy qilamiz. Paste qilib qo'yamiz. Buni 90 qilamiz. Buni yonga joylashtiramiz.
va bunga shape berishimiz kerak. Hop, hop, hop. Hop, hop. Xo'p, menda hozir copy paste kelib qoldi kallamga. Mana bu yerda ishlatgan edik-ku boshida, to'g'rimi? Chopamiz. Turamiz, joylashtiramiz. Hop, 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 hop ana. Endi men sizlarga bitta life hack o'rgataman. Bitta nol ochasizlar-da. Mana bu not ustiga to'g'rilab turib, mana buni duplikat qilib, mana bunga ulab qo'yib, 180 qilsanglar, mana, voila. Your origin. Ishinglar osonroq bitadi. Hech kimga yetmaydi, lekin o'zingizlar foydalaninglar. Xo'p, bunga berdik. Buni ustiga kadr qo'yishimiz kerak. Mana shunaqa kadr, balo, batar, metro deyapman-ku, hammasini описаниеda link qoldirganman. O'sha yerdan yuklab olsanglar bo'ladi. Hozir men topa olmayapman. Qani uy? Qani? Mana. Hoppa. 15, rotation 15, yo'q, minus 15, position rotation 3 ta. Buni plus 15 qilamiz. Hoppa, mana. Faqat mana bu metroni tepaga o'tkazib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana tugashiga, tugatganiga uchiga ulab qo'yamiz. Mana bularni animatsiyasini ham xuddi shunday. Sal bundayroq, ikkitasi sal bitta, o'sha 4 ta, 5 ta. 5 ta framedan keyin chiqsa mana. Voy. Nima bo'lyapti bu yerda? Nima bo'lyapti? Buni просто minus 10 qilib ko'raydi. 125 qiling. Bitta, ikkita. Mana. Nimadir bor, albatta. Bu yerga tekst ochishimiz kerak. Bu yerda hozir men o'zimni aytdim. No'g'ri aytdim. Davayt Sarbon yozamiz. Sarbon kibr deb yozamiz. Sarbon kibr. Voy. Glov Rustamov Sarbon Ultra Pro Max kibr. Mana. Yedimi? Yedi, albatta. Ozgina to'g'rilab qo'yamiz. Kattalashtiramiz. 155 ga 160. Hoppa, buni ham bu yoraga olib kelib qo'yamiz. Nimagadir yomoq qilishyapti bular. Buni pasha bormi? Xo'p. Qaysidir so'zga urg'u berish kerak. Давайте kibrga urg'u beramiz. Medium italic и Sarbonga. Medium italic o'z tayyor bor ekan mana. Ikkalasiga urg'u beramiz. O'zi bitta urg'u beruvzi. Ana. Qofiyani jinnisi. Pasiga Pro Maxga chizuvchi chizamiz. Buni rangi noodatiyroq, bir-biriga yeb ketadigan rang qilish kerak. Yedi bo'ldi. Yedimi? Yedi. Vaqt cho'zmaslik kerak. Bunga animasiya berib yuboramiz. Bitta, ikkita, 3 ta.
Xo'p, Glover Rustamovga tekst qo'yish kerak. Tekst. Давайте mana bu yerdan avtorozdan qarab ko'ramiz. Sal skromirog'i. Mana har bitta donali bo'lib chiqishi yomon emas. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Yetarli menimcha. Glover Rustamov, Sarbon Ultra. Qani bu yerda shape'imiz. Ultra Pro Max Kibir. Vo. Bo'ldi. Bu joyimiz ham deyarli tugadi. Xo'p, buni 3 ta tashlagan holatda o'chirib olamiz. Buni ham bunday yoqib qo'yaylik. Sal akkuratliroq turadi. Buni ham xuddi shunaqa. Bitta boshidan ko'rvoso. Altkov Motion YouTube darslik, Mohir Motion Offline darslik, Sarbon Ultra Pro Max Kibir bo'ldi. Bu yog'iga xo'p, kadr qo'yishimiz kerak. Bizning kadrimiz bu bo'ladi. Bu kadrni ham yana bitta eslatib o'taman. Opsiyadan topsanglar bo'ladi. Bunga maska berishimiz kerak. Kadrga ozgina to'g'rilab qo'yamiz. Bo'ladi. Xo'p, scale'da bitta berib turaylik. Lekin hozir bizga maskadagi animatsiya kerak. Bitta, ikkita, 3 ta. Maskadagi animatsiyani umumiy ushlab turib kichkinalashtiramiz. Hop. Bo'ldi. Bunga ozgina o'ynab qo'yishimiz kerak. Bitta primerni oldinga. Ultra Pro Max Kibir. Ultra Pro Max Kibir. Уже Ultra Pro Max Kibir bunday bo'ladi. Oh my god. Keyin bu bitta oldin. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Bo'la qolsa bitta, ikkita, 3 ta. Bu keyin scale bilan kichkinalashadi. 70 ga. Buni kichkinalashtiramiz. Vo, mana. Hop. Voy, sal temay qolibdi jigarim. Bitta, ikkita, 3 ta. To'xtanglar. Bitta kattalashtirib bo'ldi. Oppa, mana bo'ldi. Nimadir bor. Bunga endi shape qo'yishimiz kerak. Shape'imiz tomni siniy bo'lishi kerak. Kattalashtiramiz bu yerga. O'rtasiga to'g'rilaymiz. Orqasiga joylashtiramiz. Yo'q, bu yerda ham turishi kerak bu. Endi buni kichkinalashtiramiz. Bunaqasiga kichkinalashtirib 35. Voy, 25. Mayli, nimadir bor. Motion blur yoqib qo'yamiz. Qani o'zi bu joyi yaxshimi? Qani? Mohir Motion Offline darslik. Glover Sarbon Ultra Pro Max Kibir. Kichkinalashtiramiz. Kichkinalashtirganimda xo'p. Bu yerga shape berishim kerak. Sal ochroq qilamiz. Buni faqat stroke variantida beramiz. Men mana bunaqa nimagadir o'tirib qolganman, sal yelkam urushamiz birga bir orada. Lekin hozir men bu narsani gapirmoqchi edim. Gapirmoqchi emas edim. Mana bunaqa bukra bo'lib qolmayapman, silishga mana bunaqa stolga
Bo'ylana stolida birinchi marta o'tirishim, tushunasizlar endi. Xo'p. Bundoq qilamiz. Aha. Bo'ldi. Buni bir 25 qilamiz. Yo'q, 20 silishga ham yaxshi. 25 silishga ko'proq demoqchi edim. O'zimcha nimadir qilmoqchi bo'ldim gapimda. Yemay qoldi. Bo'ldi. Kat. Hoppa mana. Voy. Hazillashim, tepaga chiqar buni. Bo'ldi. Buni bunga ulab qo'yamiz. Chunki bunda o'tganda bilinmasdan texnika bo'linib ketadi. Bu yerga kimni tekstini yozsak bo'ladi. YouTube format deganda meni miyamga bitta inson keladi. Bu legenda inson Azizbek Habibullayev. Familiyada aytishmagan bo'lsam, lekin Azizbek legenda. Jigar o'qib oladi. Xo'p, Azizbek legenda deb yozamiz. Buni animatsiyasi. Xo'p. Mana bu bo'ladi. Bittikda 3 ta. Hoppa mana. Faqat buni orqasidan chiqish kerak. Unda bo'lganda uje bu yerdan Azizbek. Voy. Sal voy. Buni bold qilamiz. Voy, o'zim bukchayib ketyapman. Buni bukchaytirmadigunimgacha. Yaxshi, yomon emas. Nimadir bor. Qani? Azizbek legenda. Albatta, legenda. Azizbek legenda pastiga tekst qo'yish kerak. Kursor bilan kursorda animatsiyasini qilib olish kerak. Da. Bunda. Xo'p, bunda. Voy, chichvardim. Nimadir bor. Bundoq qilamiz. Voh, yelkam orib ketdi akalar, 1 minut. Pereriv olaylik. Hazillashdim, bo'pti. Xo'p, bundoq qilamiz. Buni ozgina ishlab berishimiz kerak. Xo'p. Nogram o'qoldi bu. Nimaga o'ylanyapsan, Asal? Nimaga o'ylanyapsan? Hop. Nimadir bor. Perfeksionistligim tutib qoldi. Shunaqasiga detalni o'tirib qolaman. Mana nimaga boya boshida aytdim, detalni o'tirsam video cho'zilib ketishi mumkin deb. Men mana har bitta milliy narsasiga qarayman. Mana ozgina bilayotgan bo'lsangiz, sal pastroq turibdi. Menda shunaqa narsa bor, mashinamda tekst qilib qo'ymasam bo'lmaydi. Lekin go'zallik nomukammallikda, albatta. Buni ozgina yuzga kichkinalashtiraylik, katta bo'lib ketmasin. Bo'ladi. Bu yerga Azizbek legenda YouTube montajda. Buni tekstni o'zgartirib chiqamiz. Va. O'tkazamiz. Davay. Yo'q, bo'lmaydi. Qaysi birisini qo'yasan unda? Mashina eplab turamiz. Nimagadir meni ko'zimga yoqyapti, lekin boya qata'dir men noodatiy shrift ishlatuvdim. Mashina darslikka anaqasi kerak. Bu chopamiz.
chopib paste qilamiz. Voy, bu bilinmas ekan jigarli. Bilinmas ekan-ku. Yo boshligini kichkina harf bilan yozaymi? Vo mana. Ayyo, shunda ham sal yemayapti. Bo'pti, temaga qaytamiz. Biri sonimi? YouTube montaj. Buni medium qilib qo'yamiz. Yetadi. Chuqurlashmaymiz. Aha. To'xtaylik. Yo'q, buni pastroqqa tushirar ekanmiz. Buni animatsiyasini скромный такой. Malibu keling endi. 1 2 3 ta. Azbek legenda 1 2 3 ta 4 ta 5 ta. Azbek legenda, voy, zadda shu ishlab qoldi. Azbek legenda YouTube video montajda. Vop. Unda bo'lganda bu takoy mana bunaqa animatsiya qilib turamiz. Ayyo. Da. Yes sir baby. Давай. Hop. Voy, to'xtaylar. Buni bun bilan bir xil qilib chiqaraman. Azbek legenda YouTube video montajda. Hop, Azbek legenda YouTube video montajda. Mana shu yerda endi bitta 0 ochamiz. Joylashuvini to'g'rilaymiz. Motion blur yoqamiz. Buni o'chiramiz, buni ulaymiz. Position berib yuboramiz. 1 2 3 4 ta beramiz. Sal bundoq sochimni to'g'rilab olay. Bo'ldi, yetadi, yetadi. Bir umr yetadi. Xo'p, bu yerda Azizbek legenda YouTube video montajda deganda, bu yerda bitta Azbekni video montaj. Oh my god. Tilimiz deb chiqib ketdi. Sorry guys. Azizbekni bu yerga qilgan video montajini qismini qo'yib ketamiz. Shu bilan video tugaydi. Oxirlab boryapti. Xursand bo'lsanglar bo'ladi. Xo'p. Bitta muammo. Azizbekni men YouTube'ini saqlay qolmaganman. Xullas, video bir amalab topdim. Mana bu yerga joylayman. Buni sekundini aniqlayman. Azizbekga voy, mana. Voy jigarim bo'ldi. Mana shu joyini, chiqqan joyini nima qilaman-da, bu yerga olib kelib, bunaqa cho'zormayman ham, lekin ozgina ishlab berishimiz kerak. 2 3 4 5 6 7 8. Voy. Hoppa mana. Mana. Примерно shunaqa bo'ladi. Bunga bitta endi chetiga stroke berib yuborsa. Bo'ldi. Buni joylashtiramiz. Videoga maslab, videoni alohida ajratib olaylik. Ya, ozgina bitta ikkita dan keyin paydo bo'lsinlar. Voy. Bo'ldi. Bu yerda ko'rinib qolar ekan, ozgina yuqoriga surib turamiz. Hop, mana bo'ldi.
Hop. Va mana. Voy, jigarim yuzim ko'rinmay qolar ekanda, mana. Qani? Mashhadu ko'rinsin yuzi. Aha. YouTube video montajda. Hop, ana. Hop. Ana. Xullas, nimadir u yoqqa ketdi bo'ldi. Xo'p, oxirlab qoldi. Buni joyiga qaytaramiz. Buni bu yoqqa to'g'rilaymiz. Buni ham to'g'rilaymiz. Bu yoqqa nima qo'yib yuborsak bo'ladi? Bu yoqqa bizni mana buni bundoq qilsak bo'ladi. Undan tashqari mana boshqa variant yo'q deyarli. Mana shu sal skromliroq. Mamyolarga o'sha ortiqcha narsa bo'lib qoladi. Hop, mana. Bo'ldi mana. Bitta videoni ko'rib olsa, hammasini bitta rang qilib, voy, bitta bir xil rang qilib qo'ygani qichuk. Voy. Mana. Mo'g'ir Motion offline darslik. Google Samsung Ultra Pro Max 2.1. Bu yerda Azbek Legenda YouTube video montajda. Bo'ldi. Faqat men yo'da men o'zi boshqa kadr qo'yishim kerak edi. Azbekning kadrini shunaqa o'zi endi oldim. Bu narsaga ko'z yumib turamiz. Vaqtinchalik. Keyingilarida mamnaqa neft tema tang, yo'q, neft tema tang emas, bu to'xtaylar, boshida tang ishlatuvdik. Hazillashdim. Xo'p. Bo'ldi jigarlar. Shu aytadigan narsam videoni boshidagi. Buni detalni o'tirsanglar, juda ham o'tirib qolasizlar. Juda ham ko'p vaqt ketib qoladi. Buni o'zingizlar elementlar qo'shishinglar mumkin. Men bergan sheylardan nooddiyyroq berishinglar mumkin. Videolarni o'zgartirishinglar mumkin. Tekst animatsiyalarni o'zgartirishinglar mumkin. Imkoniyatlar ko'p. Bemalol ochuv. Men sizlarga yo'l qilib berdim. Buni davom ettirib qo'ysanglar, men xursand bo'laman. Va bu keyingi kontentlar chiqishiga ham ancha motivatsiya bo'ladi, qismat. Lekin chiqaraman. Qilmasanglar ham chiqaraman. Bilaman, zo'r podesha qo'ysizlar. O'zi to'xtaylar hozir. Sal mavzuni bundoq buraylik. Men videolarimni like bosing, kommentariy qoldiring, obuna bo'ling deb gapirmagan ekanman. Videoni oxirigacha ko'rganlar bo'lsa, Abdushinskiy, mikrofon ko'rmang, yurridan like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyada kim legenda sizlar uchun? Sarbon, Mohir, Azizbek va bitta bu yerda qo'shilishga ulgurmadi, ruscha edit bor. Kim legenda sizlar uchun yozib qoldiringlar. Masalan, men uchun Azizbek legenda. Yo'q, hazillashdim. O'zbekiston hammasi zo'r, hammasi bir-biridan kuchli bolalar. Lekin sizlar uchun kimga ko'proq fanat qilasizlar? Shuni yozib qoldirsanglar, men xursand bo'laman. Har bittalarning kommentariy. Videoni tugatib qo'ya qolinglar. Kommentariy qoldiringlar bo'ldi. Gaplashamiz.